Hammaga salom, sizlar bilan Webres. Bugun biz Steam'dagi 5 ta eng zo'r set haqida gaplashib o'tamiz. Balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Undan oldin men Telegram kanalida konkurs boshlaganman. Shunga qatnashib qo'yasizlar. Telegram kanalim shu videoni tagida описаниеda bo'ladi. Mana qadab qo'yganman, bo'lmasa mana shunda o'zi chiqib turadi. Shu qatnash desalaring bo'ldi. Avtomatik bot sizni qatnashtirib qo'yadi. Menda internet uncha yaxshi ishlamayotganiga uncha yaxshi video qatnasha olmaganman, ocha olmagan. Endi videoga qaytadigan bo'lsak, videoda mana set bor. Yaxshi TDM uchun. Bu set ham ancha ko'p igruklarda bor. Yaxshi set bu ham. Ko'ringanda ancha chiroyli ko'rinadi bu setda. Agar ana ko'k bo'lmasa, agar menda hali yarim mumiya set yo'qligi uchun mana shu ko'kni qo'yganman. Sizlar xohishlaringga bog'liq. Xohlaring undan, xohlasangiz boshqadan qo'ysalaring bo'ladi. Mana shu set. Ancha chiroyli bu set ham. Ikkinchi setga o'tadigan bo'lsak, internet ishlamayapti yaxshi. Pin baland. Ana shunga xafa bo'lmaysizlar endi. Video buzilib boshqa chiqib qolganiga. Xo'sh, endi bu keyingi setga o'tadigan bo'lsak, hozir to'g'rilik mana shu qorani kiygizdiramiz. Qorani kiygizdiramiz. O'tga to'g'rilik internet ishlab qo'yanda, keyin pastda hadok bo'lsa hadok. Bo'lmasa boshqa birorta qora set kiygizib qo'ysalaring yaxshi chiqaveradi. Xo'sh, ishlamayapti internet. Tepaga chiqamiz. Boshqa kiyimlarga o'tganda mana o'g'ri maskani kiysalaring. Shu o'g'ri maska ham ancha skroyni turadi mana. Ko'rganlaringdek. Orqadan qaraganda missiya B'ga ham o'xshab ketadi. Missiya B'ga o'xshaydigan setlar boshqa yasab olsangizdan bo'laveradi. Ustiga boshqani kiygizib, muhimi sal yaxshiroq ishsa bo'ldi. Xo'sh, keyingi setimiz. Keyingi set hozir mana shu yerda bordi. Mana kostyum kiygizdiramiz. Kostyumlar ham shu set yaxshi chiqar ekan. Keyin pastga buni kiygizdiramiz. Internet yaxshi chiqmayapti, ishlamayapti. Ishlab qolsa tez kiyimni almashtirib, bu qora krossovkani kiygizdiramiz. Tepa setga kiyganda, tepa setga mana hali soch kiygizdiramiz. Soch ishlamayapti. Ana sochga o'tdi. Bo'ldi. Pastda boshqa yaxshiroq setda. Bo'lsa shapka ham bo'laveradi. Hozir internet ishlamayapti. Internet ishlasa sal yaxshiroq chiqadi. Yana shu setga o'xshashgan bitta set bor. Unda просто sochni olib tashlaymiz. Hozir noldan yig'amiz bu setni ham. Bu keyin pastiga shu o'rtaga tepaga chiqqanda yuzni olib tashlaymiz-da, ko'z oynakni. Mana bu maskani taqib qo'ysak bo'ldi. Sal chiroyliroq turadi. Shu set ham no'rim yaxshi chiroyliroq turadi. Keyingi legendarniy TDM'lardi seti. Shu pastga buni kiygizdiramiz. Yo'q. Bo'lmasa buni kiygizdiramiz. O'zlaringda borlik buni kiygizdirib olsalaring bo'laveradi. Bu bor kiygizdirsa bo'ladigan. Yubka bilan bo'lsa sal yaxshiroq turadi. Oyoq kiyimlarga mana bu oq shippak kiygizdirib qo'ysak ham yaxshi. Hop. Sizlarga bitta gap aytmoqchiman. Sizlar uchun. Sizlar meni bu gaplarim bilan hech narsa bo'lib qolmaydi baribir. U xohish o'zlaringda qanaqa setda o'ynash, boshqa narsa xohish sizlarning qo'llaringda. Men просто sal yaxshiroq, chiroyliroq, ko'p temirlarda ko'rgan setlarimni aytib berdim akalar. Mana shu men yoqadigan setlar mana shu hadok, shu o'g'ri maska, shu qora kiyim. Bo'lmasa boshqa qandaqalar ham bor. Ular bilan ham kiyib o'ynasa bo'laveradi. Aynan hadok u bo'lish shart emas akalar. O'xshatib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Muhimi sizlar xohishlaringiz akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men faqat shuni so'rayman sizlardan bittagina. Keyin konkursga ham qatnashinglar. Konkursda bitta g'olib bo'ladi. U g'olibga 120 tashlab beramiz. Hamda komment yozsalaring, o'sha kommentdan ham randomli odam tanlab, shu 100 tashlab beramiz. Va 100 tashlaganimiz videosi keyingi videoda chiqazamiz. Hozir faqat IDlaring bilan birorta so'z yozib qo'yinglar bo'ldi. Shu kutaman xolos akalar.